Qur'on va sunnatda axloq ta'limoti. Qur'on Karimning eng muhim chaqiriqlaridan biri dal axloqni go'zallashtirishdir. Shuning uchun Ibn Ashur Qur'on Karimning maqsadlarining ikkinchisida bu nuqtani tilga olgan. Alloh taolo Qur'on Karimda ko'plagan yerlarda nafsini poklaganlarni va axloqini go'zallashtirganlarni maqtagan. Oyatda kelganidek, nafsini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Shundaqla payg'ambar alayhissalom hadisda o'zining aslida go'zal axloqni tamomlash uchun avatilganligini tilga olib mundaq deydi: "Men go'zal axloqni tamomlash uchun avatildim." Buningdan boshqa axloq haqida nurg'un dalillar bor bo'lib, bu islomning eng muhim chaqiriqlaridan biri bo'lib, dal qalblarning xursand bo'ladigan, musulmonlarning bir-biri bilan bog'lanadigan yaxshi bir axloq ekanligini namoyon qilmoqda. Axloqi go'zal kishilar xushal yashaganidek, ya'ni kishilarning yaxshi ko'rishiga, Alloh taolaning rahmatiga muyassar bo'ladi. Gerçi qilgan ibodatlar oz bo'lsa-mu, lekin axloqining go'zalligi sababli Alloh taolaning roziligiga va yaxshi ko'rishiga erishgan, oxirgi tiniqlarni go'zal shaklda oxirlashtirgan nurg'un kishilarni ko'rdik. Axloqi durust niyat va yaxshi ishlarni qilish bilan go'zallashadi. Ahzab surasidagi oyatda ulug' Allohning ko'rsatmasi bo'yicha musulmonlar bo'lishga tegishli bir qancha fazilatlar tilga olingandir. Alloh taolo mundaq deydi: Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Xudodan qo'rquvchi erlar va Xudodan qo'rquvchi ayollarga, sadiqa berguchi erlar va sadiqa berguchi ayollarga, ro'za tutquchi erlar va ro'za tutquchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Axloqi bo'lgan go'zal sifatlardan biri bo'lsa, Alloh taoloni va payg'ambar alayhissalomni boshqa har qanday kishidan ortiq yaxshi ko'rishdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribondir." İnsan qachoniki Allohni yaxshi ko'rish martabasiga yetsa, uning iymoni eng yuksak maqomga yetgan bo'ldi. Garchi yolg'iz va kishilardan yiroq bo'lsa-mu, Allohga bo'lgan iymonining lazzatini tetiydi. Qalbi yumshoq, yaratquchining mahluqotlarga rahimdil bo'ldi. Chunki u barcha mahluqotlarning o'z habibining mulki ekanligini bilgachga, ularga yaxshi muomalada bo'ldi. Mana bu iymonning eng yuksak darajasidir. Güzel axloq va yaxshi ishlarga o'rnaklar. Birinchi, Allohdan qo'rqish. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ata, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganiga qarsin. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir." Ikkinchi, omonatdor bo'lish. Alloh taolo mundaq deydi: "Aranlarda biringlarga ishinib amonat qo'ysa, u chaqda amonatni olg'uchi odam amonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani ko'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor amonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin." Uchinchi, ochiqni yengib, boshqalarni afv qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "O'ch elishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi." To'rtinchi, kang qo'rsoq bo'lish. Nadonlar bilan tang bo'lmaslik. Alloh taolo mundaq deydi: "Afuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadonlar bilan tang bo'lmagan. Ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgan." Beshinchi, muloyim, savrchan bo'lish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan:
Haqiqatan sende Allah Taala yaxshi ko'radigan ikki xislat bor. U bo'lsa-mu muloyimlik va sabrchanlikdir. 6. İhsan va sabr qilish. Allah Taala mundaq deydi: "Aytqinki, ey Allohning mu'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kufrlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oyatdagi ihson kalimasini sharhlab mundaq deydi: "Ihson sening xuddi Alloh taoloni ko'rayotgandek ibodat qilishingdir. Vaholanki sen Alloh taoloni ko'rolmaysan. Alloh taolo seni ko'rib turdi." 7. Mehmonni va qo'shnisini hurmatlash. Kishilarga chiroyli so'z, yumshoq muomala qilish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan qo'shnisini hurmatlasin. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan mehmonini hurmatlasin." 8. Ota-ona, urug' tuqqanlarga, yetim miskinlarga, xulum qo'shnilarga xayri ihson qilish. Sila rahimni ulash. Alloh taolo mundaq deydi: "Allohga ibodat qilinglar. Uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, saboqdoshga, musofirga, qo'l ostonlardagi qul cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki, Alloh mutakabbir va maqtanchoqni yoqtirmaydi." 9. Musibatlarga sabr qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga qarshi ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar." 10. Ayollarga yaxshilik qilish. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan qo'shnisiga arziyat bermasin. Ayollarga yaxshi muomala qilsin. Chunki ayollar qovurg'idan yaratilgan. Qovurg'ining eng agri yeri usti qismidir. Agar sen uni tuzlamoqchi bo'lsang, uni sundirib qo'ysan. Agar o'z mayliga qo'ysang, agrib etib qoldi. Ayollaringlarga yaxshi muomala qilinglar." 11. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish. Yaxshilikqa va islomga da'vat qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir." 12. Hikmat, go'zal vaz nasihat va yaxshi so'zlar bilan Allohga yuzlanishga da'vat qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Parvardigoringning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatli uslubda yaxshi vaz nasihat bilan da'vat qilgan. Ular, ya'ni muxolifatchilik qilguvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni mu obdan biladi." 13. Allohga tavakkul qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yuzlangan. Uningga hamda aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgan. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir." 14. Yaxshilikqa va taqvodorlikda yordamda bo'lish. Alloh taolo mundaq deydi: "Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar." 15. Qanoatchan va mu'minlarga qo'l qanot bo'lish. Alloh taolo mundaq deydi: "Ba'zi kofirlarning biz bahrimon qilgan narsalarga ko'z solmagan. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagan. Mu'minlarga kamtar bo'lgan." 16. Kibrdan, takabburlikdan yiroq turish to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: "Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagan, ziminda g'adib maqmagan. Allah haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi." 17. Musulmonlarga yordam berish, qiyinchiliklarga hamdam bo'lish,
ularga osonlashtirish va ayblarni yepish. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: kimki bir mo'minning dunyodagi qiyinchilikni ko'tarib o'tadigan, Alloh taolo u kishining qiyomatdagi qiyinchiligini ko'tarib o'tadi. Kimki qiyinchilikqa uchirg'uchiga ishni osonlashtiradigan, Alloh taolo u kishining dunyo oxiratdagi ishlarini osonlashtiradi. Kimki bir musulmonning aybini yapadigan, Alloh taolo dunyo va oxiratda u kishining aybini yapadi. Madamiki banda qarindishiga yordam qildigan, Alloh taolo u kishiga cho'qim yordam qildi. 18. Mehribon va axloqli bo'lish to'g'risida Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimga mehribonlikdan bir kishilik nasiba oldi ekan, u kishi yaxshilikdan nasiba olgan bo'ladi. Kimki mehribonlikdan mahrum qiladi ekan, u kishi yaxshilikdan mahrum qolgan bo'ldi. Qiyomat kuni mu'minning tarozisida eng og'ir bo'lgani go'zal axloqdir. Haqiqatan Alloh taolo nachar axloq, shahvoniylikqa g'azab qiladi. 19. Hayoliq bo'lish, ish-harakat va gap so'zlarda nacharlikni tark etish. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: nachar axloq qayerda bo'ldi ekan, u yerni tugashtirdi. Haya zinnatlaydi. 20. Qazo va qadarga iymon etish. Alloh taolo mundaq deydi: aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahdiga yuzlanmasin. Va bulardan boshqami dinimiz bizni da'vat qilgan nurg'un go'zal sifatlar bor bo'lib, ko'zni haromdan saqlash, arziyat bermaslik, salom qiluvchiga javob qaytarishlarmi shularning qatoridandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'l bo'yida o'ltirishdan hazir aylanglar deganida sahoba kiramlar: "Nemishqa ay Rasululloh, u degan bizning o'ltirib suhbatlashadigan yerimiz" deydi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar yanada o'ltirmoqchi bo'lsanglar, undaqda yo'lning haqqini beringlar" deydi. Sahobalar: "Yo'lning haqqi nima ay Rasululloh?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom javoban: "Ko'zni haromdan saqlash, arziyat bermaslik, salomga javob qaytarish, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishdir" degan. Bu hadisda go'zal axloqqa, to'g'ri ish-harakatga buyurish mujassamlangandir. Ya'ni yo'lda o'ltirishdan cheklashdagi maqsad haromga qarab qilishdan, kishilarning nomahramlarga qarab shahvatining qo'zg'alib shaytonning yo'llariga kirib qilishdan cheklashdir. Shundaqla Payg'ambar alayhissalom yo'l bo'yida o'tirg'uchi uning haqqini bersin. U bo'lsa-mu ko'zni haromdan saqlash, arziyat bermaslik, salomga javob qaytarish, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish deb zikr qilgan. 21. Namozni xushu bilan o'qish, quruq parangdan yiroq turish, zakat ayirish, avrtini saqlash, omonatni saqlash, ahdiga vafo qilish, namozlarni muhofazat qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundaq mu'minlarki, ular namozlarda Allohning ulug'ligidan surbesib ketganlikdan ayminib turg'uvchilardir. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir. Ular zakat berguchilardir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uvchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlardan, cho'rlardan boshqalardan saqlag'uvchilardir. Bular bilan yaqinchilik qilg'uvchilar malomat qilinmaydi. Bunun sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uvchilar haddidan oshquchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uvchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qilg'uvchilardir. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar nazu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajali jannat Firdavsga varislik qildi. Firdavsda mangu qoladi. 22. Tasbih aytish. Alloh taolo mundaq deydi: "Uningga hamd aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgan. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir." Sadaqa berish, kamtar bo'lish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: "Sadaqa berish molni kemaytib etmaydi. Boshqalarni afu qilish bilan Alloh taolo faqat u kishida izzatni ko'paytiradi. Kimki Alloh uchun kamtar bo'ladi ekan, Alloh u kishining martabasini yuqori ko'taradi." 23. Axloqni go'zallashtirish va go'zal axloqning foydasi. Axloqning go'zal bo'lishi Alloh taoloning yaxshi ko'rishiga erishtiradigan bir sababdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ehson qilinglar,
ehson qilguvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Go'zal axloq kamil iymonning sababidir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Mu'minlardan imomga eng kamilroqi axloqi go'zal bo'lganidir. Sizlardan eng yaxshilar ayoliga yaxshilik qilganinglardir." 24. Nafsini poklash nijotlikqa erishishning sababidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Nafsini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi." Go'zal axloqli kishilar qiyomat kuni payg'ambar alayhissalomga eng yaqin yerdan o'rin oladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki meni yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni menga eng yaqin bo'lishni xohlasa, axloqini yaxshilasin. Meni eng g'azablantiradigan qiyomat kuni mendan yiroq bo'ldiganlar bo'lsa, ko'p gap qildiganlar, varqirab gap qildiganlar va mutafayyiqun degan sahobalar oldidik ikkisini bilamiz. Mutafayyiqun kimlar? Ey Rasululloh deb so'raganda payg'ambar alayhissalom mutakabbirlardir deb javob bergan. Rostchilik yaxshilikqa boshlaydi. Yaxshilik bo'lsa jannatga boshlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Haqiqatan rostchilik yaxshilikqa boshlaydi. Yaxshilik bo'lsa jannatga boshlaydi. Bir kishi hamisha rost gap qiladi va siddiq deb yoziladi. Yolg'onchilik axloqsizlikqa boshlaydi. Axloqsizlik jahannamga boshlaydi. Bir kishi hamisha yolg'on aytadi va kazzob deb yoziladi." 25. Kishilarga rahimdil bo'lish Allohning rahmatiga erishtiradigan sababdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Rahimdil kishilarga Rahman taolo rahmat aytadi. Yer yuzidagilarga rahimdil bo'linglarki, osmondagilar sizlarga rahmat qiladi." Ayblanishga tegishli sifatlar. Axloqni go'zallashtirish kishining ayblangan sifatlarini, nachar harakatlarni tark etishni lozim tutadi. Misollaridan hasad, adovat, munofiqlik, yolg'onchilik, kibr, aldamchilik, suxanchilik, riyoxo'rlik, bilimsizlik, xiyonat, g'ururlik, maynatchilik, isrofxo'rlik, fahishvozlik, tilamchilik va boshqa nachar axloqlardir. Yomon ishlardan o'g'irlik, aroq ichish, zina qilish, kufrlik, shirik, sehrgarlik, josuslik qilish, la'natlashish, jidallashish, kichik tahoratdan keyin istinjo qilmaslik va hokazolar. Alloh taolo mundaq deydi: "Men o'zimni aqlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuriydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "O'zaro hasad qilmanglar, la'nat qilishmanglar, bir-biringlarni o'ch ko'rmanglar va sodanglarning ustiga soda qurmanglar. Allohning bandalari o'zaro qarindosh bo'linglar." Musulmon bir musulmonning qarindoshidir. Musulmon kishi o'z qarindoshiga zulm qilmaydi, to'van ko'rmaydi, xorlamaydi. Taqvodorlik mana bu yerdadir deb maydisiga 3 qatim ishorat qildi. Bir musulmon uchun barliq musulmonlarning qini, mili va izzat hurmati haromdir.